har doimgi mijozim menga yubkani boshqacharoq variantidan zakaz berdilar. Faqat keng qilib yasang dedilar. Hayron qoldim. Qanaqa keng qilish mumkin? Bu qanchalik keng qilganing bilan o'rilsa kichkina bo'lib qoladi desam, bo'lmasa o'rmay shunda pastiga tushib tursin dedilar. Keyin men uni qildim. Qilganimdan keyin oralari ochiq bo'lib qopti. Oralariga sal qo'shing, yana ustiga pul beraman dedilar. Xo'p deb, shunaqa qilib oralarni yopiq qilib yasadim. Shunaqa chiroyli turar ekan qizlar. Bemalol bunaqa keng ko'ylaklarni ustidan kiyib olsanglar ham zo'r bo'lib yonib turadi-da. Yasab bo'lganimdan keyin koftichka chiqaruvdim. Mesinglarda bo'lsa keyin koftichkadan ham yasab bering, u ham oq bo'lsin dedilar. Tillarang qilsamchi, tillarang ham juda ham chiroyli. Yo'q, menga tillarang yoqmaydi. Uni ham kumush qilinganlar uchun kumush qilib yasadim. Tillarang borligidan undan ham yubka yasab qo'ydim qizlar. Shunaqa narsalarni o'z qo'lingiz bilan yasashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, sizni prof kursimga taklif qilaman. Prof kursimda 5-6 ta har xil variantlari bor. Kursga yozilish uchun profilim shapkasidagi silkaga murojaat qiling. Buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, buyurtma aktualniyasida har xil variantlari bor. Menga obuna bo'lishni unutmang.